Xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirlar davomida Yunusobod tumani hududida yo'l chetidagi ustunlarga ish taklif qilish to'g'risida yozuvlar yopishtirilganligi ma'lum bo'ldi. Tezkor surishtiruv ishlari davomida ushbu yozuvlarni Toshkent shahridagi oliy ta'lim muassasasining 2 nafar talabasi yopishtirganligi aniqlanib, ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Tafsilotlarga ko'ra, yigitlar Telegram ijtimoiy tarmog'idagi notanish shaxs bilan muloqotga kirishib, flyer tarqatish orqali har biriga 2000 so'mdan pul ishlashga kelishishgan. Tuman hududida ular tomonidan yopishtirilgan 80 dona flyerlar fosh etilib, yo'q qilindi. Ushlangan shaxslarning xatti-harakatlari yuzasidan ularga nisbatan tegishli tartibda hujjatlar rasmiylashtirildi. Giyohvandlik vositalari, ularning analoglari yoki psixotrop moddalar hisoblanmaydigan kuchli ta'sir qiluvchi moddalarni targ'ib qiluvchi mahsulotlarni tayyorlash, tarqatish, reklama qilish, namoyish etish, fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 100 baravaridan 150 baravargacha, mansabdor shaxslarga esa 150 baravaridan 200 baravargacha miqdorda jarima solishga yoki 15 sutka muddatga ma'muriy qamoqqa olishga sabab bo'ladi. Agar bu holat ikkinchi marta takrorlansa, jinoiy javobgarlik belgilangan. Bu kabi holatlarni oldini olish maqsadida Narkotiklarni nazorat qilish milliy markazi va Ichki ishlar vazirligi tomonidan oliy ta'lim muassasalarida targ'ibot tadbirlari o'tkazilib, talabalar o'rtasida tushuntirish ishlari olib borilyapti. Prezidentimizning 2024-yil 16-yanvardagi yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashish sohasida davlat nazorati mexanizmlarini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmon ijrosini ta'minlash yuzasidan Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti organlari tomonidan aholini sifatli dori-darmon vositalari bilan ta'minlash hamda sohada yashirin aylanmalarga barham berish borasida aniq maqsadga qaratilgan ishlar doimiy ravishda amalga oshirilmoqda. Buxoro viloyatidagi o'rganishlar davomida ham bir qancha holatlar aniqlandi. Sohada bartaraf etilishi lozim bo'lgan jihatlar nazoratga olinib, tadbirkorlik subyektlari davom ettirilmoqda yoki aksincha. Departament organlari tomonidan mutasaddi idoralar bilan hamkorlikda huquqbuzarliklarning sodir etilishi sabablari bartaraf etish va kelgusida faoliyat samaradorligiga erishish maqsadida tuman va shahar dorixona rahbarlari ishtirokida yig'ilish o'tkazildi. Ta'kidlash lozimki, tadbirkorlikni rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish, iqtisodiyotda yashirin aylanma darajasini qisqartirish borasida mamlakatimizda samarali mexanizmlar joriy qilinmoqda. Bu albatta tadbirkorlik muhitini yanada shaffof va qonuniy asosda rivojlantirish yo'lidagi muhim qadamlardan biri desak yanglishmaymiz. Uchrashuv davomida departamentning Buxoro viloyat boshqarmasi xodimlari yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar xususida o'z ma'ruzalari orqali ma'lumot berishdi. Ochiq muloqot tarzida kechgan uchrashuv davomida sohadagi mavjud muammolar tinglandi. So'ng ularni hal qilish bo'yicha taklif va mulohazalar ilgari surildi. Bu kabi targ'ibot tadbirlari soha xodimlari tomonidan doimiy tarzda o'tkazib kelinmoqda. Yurtimizda xotin-qizlarning huquq va manfaatlarini ta'minlash, oila institutini har tomonlama mustahkamlash bo'yicha eng quyi bo'g'ingacha kirib boradigan vertikal tizim yaratilgan. Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanida Ichki ishlar vazirligi hamda Germaniya GIZ tashkiloti tashabbusi bilan maxsus o'quv mashg'ulotlari tashkil etildi. Istiqbolli avlod nodavlat notijorat tashkilot ekspertlari ishtirok etishdi. So'z olganlar, xotin-qizlar masalasi inson qadri uchun degan g'oya asosida amalga oshirilayotgan izchil islohotlarning ustuvor yo'nalishlaridan biri ekanligini ta'kidlashdi. Fuqarolarning ruhiy holatini o'rganish, xotin-qizlar va ayniqsa yoshlar tomonidan huquqbuzarlik va jinoyat sodir etilishining oldini olish masalalariga e'tibor qaratildi. Xalqaro hamkorlik bo'yicha Germaniya jamiyatining Markaziy Osiyoda zo'ravon ekstremizmning oldini olish loyihasi doirasida Germaniya tajribasi to'g'risida ham ma'lumotlar berildi. Shuningdek, psixologiya yo'nalishiga oid manfaatli axborotlar, o'qitish dasturlari, ilmiy tadqiqot materiallari, qo'llanmalarni chop etish borasida fikr-mulohazalar almashildi. Muloqotlarda xotin-qizlar bilan manzilli ishlash, ularni o'qitish, kasb-hunarga yo'naltirish, muammolarni hal qilishga ko'maklashish, ayniqsa jamiyatda o'z o'rnini topa olmagan ayollar o'rtasida huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish yo'nalishida amalga oshirilayotgan keng qamrovli hamkorlikdagi ishlarni kuchaytirish borasida tegishli tavsiyalar ishlab chiqildi. Yosh avlodni tarbiyalash, ta'lim uchun zamonaviy sharoitlar yaratish, maktablardagi mavjud muammolarni bartaraf etishda huquq-tartibot organlari rahbarlari tomonidan tizimli ishlar amalga oshirilyapti. Buxoro shahrida joylashgan monomarkazda viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi boshlig'i, viloyat prokurori, faxriylar va yoshlar ishtirokida uchrashuv tashkil etildi. So'z olganlar yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash borasida olib borilayotgan ishlarga alohida to'xtalib o'tishdi. Har bir inson o'z kasbini sevishi, unga sadoqatli bo'lishi, o'z
ustida ishlashi muhimligi ta'kidlandi. Yoshlar masalalarini vaqtida hal qilish, ularga yaqindan ko'mak berishga mo'ljallangan tashabbus yigit-qizlarning ayni ko'nglidagi ish bo'ldi. Tashabbuslar ijrosi yo'lidagi navbatdagi muloqot. Uchrashuvda asosiy e'tibor ta'lim sifatini oshirish, jinoyatlarning oldini olish, tarbiya masalalariga qaratildi. Yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish, bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish borasida bajarishi muhim bo'lgan vazifalar yuzasidan ma'lumotlar berildi. Bildirilgan barcha taklif mulohazalar inobatga olinib, ularning ijrosini ta'minlash uchun muddat ham belgilandi. Joylarda yoshlar bilan manzilli ishlash bo'yicha mahallabay, ko'chabay va xonadonbay ishlar tashkil etilgan. Bu borada yo'l xaritalari ishlab chiqilgan bo'lib, yoshlar ijro.uz yagona platformaga kiritildi. Joylarda profilaktik tadbirlar tizimli ravishda amalga oshirilyapti. Yong'in xavfsizligini ta'minlash ustuvor vazifa. Yoshlar bilan ishlashning yangicha tizimi, ular hayotiga daxldorlik masalasi bugungi kunning dolzarb vazifasidir. Toshkent viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimlari ham ushbu vazifadan kelib chiqqan holda boshqarmaga biriktirilgan yoshlar bilan ishlash, ularning kelgusi hayotlari barqarorligini ta'minlash borasida qator profilaktik tadbirlar tashkil etishyapti. Yong'in xavfsizligini ta'minlash eng ustuvor vazifa deb nomlangan bugungi tadbirimizda Favqulodda vaziyatlar vazirligining xodimlari oilada, turmush kundalik hayotimizda elektr energiyasi va gazdan to'g'ri foydalanish yo'l-yo'riqlarini tushuntirib o'tishdi. Yana bir muhim jihat, har bir fuqaro favqulodda holatlarda tezkor va to'g'ri harakatlanish, birlamchi o't o'chirish moslamalaridan foydalanishni bilishi muhim ahamiyatga ega. Ana shularni inobatga olgan holda tizim vakillari tomonidan ta'lim maskanlarida o'quv amaliy mashg'ulotlar ham o'tkazildi. Qatnashchilarga zamonaviy yong'in qutqaruv texnikalari, ularning imkoniyatlari to'g'risida ma'lumotlar berilib, amalda namoyish qilindi.